tahorat qilayotgan odam ibodat qilayotgan odamning maqomida bo'ladi. Tahorat bilan uxlagan odam tahoratlik holatda uxlasa, nafaslari tasbih bo'ladi degan, uyqusi ibodat bo'ladi degan, o'sha holatda o'lib qolsa shahid bo'ladi degan. Tahoratlik odam fayzlik odam dedilar, fazilatlik odam dedilar. Birodarlar, betahorat odam ham yirtqichlar bilan barobar ekan. Odam tahorat qilib yursin. Tahoratlik odamni ishi 5, ishi oldiga boshladi dedilar. Tahoratlik odamdan shayton qochadi dedilar. Tahoratlik odamning duosi ijobat dedilar. Tahoratda yurgan odam albatta qabrda rohatda yotadi dedilar. Va oxirgisini aytdilar. Tahoratda yurgan odam haq janobi Rasulullohning shafoatlariga nosib bo'ladi, noil bo'ladi dedilar.